san'atkorlar juda 3-4 ta chiqadi san'atkor chiqsa. Kim qo'shig'i yozyapti? Hamma eski qo'shiqlarni olib kelib remix qilib aytilyapti. Yulduzni qashta to'y kirsang Yulduzmonon qo'shiqlar. Birinchi ma'na avtorskiy pravamni pulimni yig'ib bersin. Davlatimiz ne налогdan gapirsin. Давайте будем считать. Сколько лет поются мои песни? Я хоть копейку попросила? Нет. Shu qo'shiqlarga nisbatan rivojlanib keldi yoshlar. Ana endi mana pul to'layman, men pul so'rayman. Pulimni to'lab qo'ydim. Shuncha yillikini mana olaman. Я не буду петь. Налоги пусть платят они, которые будут петь. Я, например, не собираюсь все это делать. Man konsertdan to'lasam. Litsenziyani to'lasam. Konsert qilayotganda men bitta o'zimgami to'layapman litsenziyani. Butun ishchilarga kim ishlatsam olaman. Va keyingi savolimiz, yana konsertga qaytamiz. Налогdan gapirdilar. Konsertga qaytamiz. O'tgan yili